Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Parandachilik kanalining hurmatli obunachilari va Andijon xorijlik ishqibozlari, xudo xolisa 13 kunlik Andijon xorijliklarning sotuvga e'lon qilindi. Soni cheklanmagan miqdorda, xohlasa 2 mingta, xohlasa 10 mingta, xohlasa 20 mingta qilib berishlikka pulimiz yetadi. Xudo xolisa Andijon xorijliklarimiz chiroyli holatda mana hamma kinolarni chiroyli holatda bo'lib qolgani, o'limdan chiqib qolgan holatini so'raganlar uchun 2 mingtalik variantimiz bor. Uyimizda yana bir joyimizda. Yeri ham 2400talik variantdagi joylarimiz bor. Bundan kattaroq 17 kunlik holatdagi Andijon xorijliklarimiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, Parandachilik kanalining hurmatli obunachilari, mana bunday qilib oladigan bo'lsam, sizlar ko'rgandek katta joyga o'tib beradi. Lekin men doimgidek tepadan olib sizlarga iloji boricha bor holatini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Sababi ertaga uyga borgandan keyin muhimroq avlodga bu kichkinaga degan fikr bo'lmasligi uchun qo'limdan kelsa anaqa doim tepadan video qo'yaman. Sababi ertaga olib borgandan keyin sizlarga qandaydir kichikroq yoki boshqacharoq ko'rinib qolmasligi uchun doimo tepadan olib chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Sababi mana internetdan mol qo'y yoki boshqa narsa olayotganlar biladi. İnternetda boshqacha boradi, boshqacha ko'rasizda, borgandan keyin sizga o'zingizga kichikroq o'xshab ko'rinadi. Chunki mahalla qilib olgandan keyin hammasi katta ko'rinishga majbur bo'ladi. Lekin bunday qilib olsam, boricha sizga borgandan keyin sal kattaroq ko'rinishi mumkin. Uchun doim mana shuna qilib olib kelganman, bundan keyin shuna qilib olaman. Xohlasa go'zallarimiz sog'lom, holatlarida sizga daraxtlar yugurishgan. O'ta güzel Andijon xorijliklar bo'ladi. 13 kunlik bu beramiz. Holatlarni ko'rsatib, holatlari o'ta go'zal holatda. Sog'lom, tetik, baquvvat bo'lgan Andijon xorijliklar. Setkada boqishning sababini biladigan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Setkada boqishning nima afzalliklari bor? Bunda yumushlari borligini bir qator aytib ketinglar. Bilmaganlar uchun o'rnatib qolamiz. Xudo xolisa, go'zallarimiz o'ta go'zal holatda, chiroyli katta bo'lgan Andijon xorijliklar. Zarur olsa pastalarni qoldirib, aniq qilishga O'zbekiston 12 davlatiga chiroyli qilib yetkazib beramiz. Juda cheklanmagan miqdorda bu holatda Parandachilik kanalidan olishga bo'ladi.